И tak, mana bunday qilamiz. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Uzr, bo'yna nima bo'lib qoldi. Primoy efirimiz uzilib qoldi. Hozir sim karta almashtirdim. Jonlaring sog' salomatmisizlar? Bilayin yaxshi ishlayapti ekan nimada Qozog'istonda. Salom emas, assalomu alaykum, va alaykum assalom deyish kerak, birodar. Qovoq osilib qolishiga davo bormi? Qovoq osilib qoldi. O'rganishim kerak, birodar. O'rganaman. Qaraman aka. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Sog' salomat. Soqol chiqarishga narsa ayting. Soqol palintsitvarni aytganman, birodar. Prosta e'tibor bermaysizlar sizlar. Palintsitvarni qaynatib, o'shani surtish kerak. Endi 6 yoshga gijasini to'king, keyin zveroboy bilan zolota tisning ikkovini qo'shib bering. Tushundingizmi? Jigarda yo'q bo'lsa nima qilish kerak? Qachon qaytaman? Nima bir 10 kunlarda qaytaman. Hali endi Qozog'istondaman, hali Almataga borib kelishim kerak. Valmatу через 5-6 дней пойду, сестра, мотор Мирас. Завтра буду начинать в Сайрам работу, потом через 5 дней, плюс-минус там, я видео сделаю, мотор с Мирас. Ладно? Так, jigarda yo'q bo'lsa nima qilish kerak? Rastaropsha. Undan keyin yana video qilganman bu haqda. Qarang, chesnok, limon, asal aralashtirib ana shularni yeb turish kerak. Aka belim chiqib ketaveradi. Almanbet. Xohlasangiz argon oling, xohlasangiz chuvalchang. Bilayin nomeringizni bering. Nomer berilmaydi. Bishkekdan salom. Va alaykum assalom. Navoiydan va alaykum assalom. Ukamning soch qoshi kipriklari to'kilib ketgan. Eliyor, parazitlarga topshiring birinchi navbat. Undan keyin tuxumni sarig'ini surting. Tuxumni sarig'ini kuydirib, bo'yini chiqarib o'shani surting. Tushundingizmi? Yana kerakli ma'lumotlar bo'lsa, yana ko'p narsada va ugurga qarshi video qilganman. Sudurgiga qanday maslahat berasiz? Sudurgiga maslahat hozir aytaman. Ruta degan giyoh bor, mardovnik, melisa lekarstvenniy, pusturnik serdechniy и kornivaleriy aralashtirib turib, mana shuni paqqilatish kerak, ichish kerak. Xudo xolasa, sudurgidan xolos bo'lasiz, nasib etsa. Surunkali sistitga listya beryozi bor-ku, oqqayin daraxti. O'shani ichishingiz mumkin. Gulirano surunkali sistitga bo'lsa, Pajenskiy tomonidan hammasini xudo xolasa davolaydi. Yo'q pochka beryozi yoki listya beryozi или kalendula lekarstvenniy bor, yana tirnoq gul. Undan keyin yana bor sistitga yakor tsistilyushiysi, ya'ni o'zimizda qo'yit anavi chaqishtirgan bor-ku, o'shani ish. Assalomu yo'q, men anaviman, cho'ponman, Sardor. Tushundingizmi? Tabib emasman, cho'ponman, birodar. Qo'yib oqqani kelganman. Pochkadagi kista sok lapuxa yoki chistotelni o'zini ichish kerak. Hech narsa emas. Yatrishni qatdan topsa bo'l. Xudodan so'rang, Sayyora Baratova, nima qilasiz yatrishniga? Ko'shko'rda quloq pardasi yorildi, nima qilish kerak? Quloq pardasi yorilgan bo'lsa, suv kirmagan holda achchiq bodomni paxtaga botiringda tiqib qo'ying yoki chesnokni sokiga paxtani botirib turib sop qo'ying. O'zi bitib ketadi. Tushundingizmi? Yana chesnokni sokini hammasini quyib yorib dabdalaysiz chiqib yurmasin. Salgina paxtani botirib turib unda qilib qo'yish kerak. Tushundingizmi? Hayotbek. Qanaqa o'simlik aka, siz soqolga aytgan narsa. Achchiq ermon xullas, Avazbek, achchiq ermon. Soch qalintirishga, to'kilishga, mumiyoni shampunga solib chayib yuring. Gemofiliya. Diqqatchasiz tushuntiring, Ominaxon. Gemofiliyangiz, barmog'ingizga nima bo'lgan? Duradgorman barmog'imga, shuning uchun ketib qolgan. Ishtaha yo'q. Qurtingiz bordir-da. Xudo xohlasa teridagi oq dog'larga ham hozircha siz nima qilib turing, teridagi oq dog'larga chesnokni kuydirib nima qilishingiz ham mumkin. Sirkaga, olma sirkasiga aralashtirib surtib yurishingiz mumkin yoki qora sedanani maydalab turib, kofemolkadan chiqarib, uksus qo'shib, o'shani har kun rastireniya ham yeyish kerak. Asalga aralashtirilganini, ham uksus aralashtirilganini badanga surtib yurish kerak. Hozircha bilganim shu. 5 yoshli o'g'lingizga argon ichirib bo'lmaydi, Abdul Qahhor. Baraka topkur. Terida qizil dog'lar bor, qichiydi, nima qilsa bo'ladi? Jigar davolating. Psoriaz dorisini qayerdan olsa bo'ladi? Ana uni qaynukangizning nomeri necha edi?
99lik yozib oling Ilyos nomerini. 99lik kod bilan 410 66 64. 440. Qaytarib aytaman, 94lik kod bilan 440 66 64. Ilyos degan yigit o'shandan olasiz. Qudratov, tushundingizmi? Mastopatiya u ishoratini nima? Achchiq bodom yog'ini surting. Achchiq bodom yog'ini surtavering. Achchiq bodom yog'ini yoki karamni bargiga asal surtib ko'kragingizga qo'ying. Xorazmga bormayman, uzoq Xorazm. Tak, Tarazga emas, hozir nimadaman? Sayramdaman. Chuvalchangni qayerdan topaman? Bilmadim qayerdan topishingizni. Angrendan salom. Va alaykum assalom. Savol javobsiz qoldi. Ming bor uzr. Qattasiz. Artrit lekin yura olmaydi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi aytganlarimizni qilsa. O'pkada og'riq bor. Propolis nastoykasini ichirib ko'ring, ham badaniga surting. Shaydullayev o'pkada og'riq bo'lsa. Propolis nastoykasi yoki masla propolisa sariyog'ga aralashtirib degan joyim bor. Shuni topingda, sariyog'ning ichiga propolis solinadi. O'shani top, o'sha videomni top, o'shana qilib ishing. Tak, pastga tushdim. Gepatitga dori kerak. Boya telefon aytgan telefonimga telefon nomerimga telefon qilinglar Toshkentdan bo'lsangiz. Agar Qozog'istonda bo'lsa, Qozog'istonda ham nomerini qo'yganman. Reumatoidni artritga. Yo organ yo chuvalchang. Zobga nima qilsa bo'ladi? Taqarmon aka, rahmat sizga. Gaymaritim bor. Siz tufayli tuzaldim, Xorazmdanman. Sog' bo'ling, oddiy bola. Mana uy sharoitida bepul gaymaritda davom. Oddiy bola. Ana uni qilganda bu kishi qizil lavlagini burniga tomizib yurgan. Joningiz sog' bo'lsin, birodar. Zobga nima qilish kerak? Zobga qo'y tikan. Qo'yga yopish qolay tikan. Endi hozir bor yo'q bilmayman. Ayni damda ana qilishingiz mumkin. Korning lapchatka belaya yoki nimalardan o'sha narsalarni topishingiz kerak. Ya'ni ki durnishnik zobovidniy yoki korning lapchatka belaya. Tak. Bayramlar bilan. Assalomu alaykum Ma'murjon aka. Tak. Pastga tushdim xullas, pastga tushdim, uzr. Pastga tushdim. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Oq dog'larga ayting. Revmatizmga nima qilsa bo'ladi? Baraka topkir, Nigar Maksim. Agar erinmasangiz profilimga kiring, revmatizmga aytganman. Sizga uchun bu yerda alohida aytishim shart emas. Video qilganman. Iltimos ko'ring. Soqol chiqarishga video qilganman. Ichkilikni iltimos, ichkilikka otni terlagan terisi mana shunday yordam beradi, birodarlar. Ot yugurib terlaydi-ku, baraka topkurlar. Ot yugurgan payt terlaydi. O'sha terini olinglar. Terlagan terini. Aroqqa solinglar, aroqqa. Tushundingizmi? O'shandan imijimida erlaringizga, ichayotgan odamlarga bering. Otdek kishnab ichmay qoladi. Effekti bor, o'tkazildi. Hali yoz kelsin, sizlarning ko'zlaringga ko'rsatib turib, mana shuni shunday qilsalaring, mana shunday bo'ladi. Ya'niki sassiq po'pishak bor-ku, sassiq qo'ng'iz daraxtlarga yuradi. Ushlasangiz shuni sasib ketadi. O'shani aroqqa nastoyka qilib qo'yib, o'sha keyin suzib olib, o'shani aroqga quyib bersangiz ham ichkiligi taylab ketadi. Tushundingizmi? Tug'ruqdan keyin ich qotishga seminalna, ya'ni ki zig'ir urug'i yoki ana uni sulini bor-ku, sulini qaynatib ichib yuring. Gemoroyga birodarlar, yaxshi zulukchi topinglar. Zuluk qo'yishini topinglar. Zo'r yordam beradi, aytib qo'yay. Ichki, tashqi. Tushundingizmi? Ichki gemoroylarga. Keyin hozir aytganim bilan hozir baribir topa olmaysizlar unday giyohlarni. Ya'ni ki ana горец почечуйный. Горец почечуйный degan giyoh bor. Mana o'ng qo'lim, la'nati negativlar.
Tuduqlanishga video qilganman. Allah, tak. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Chiqotishga o'rigan ko'p hojatga chiqaman. Assalom. Gijjaga video qilgan. Murodbek Siddiqov. Va alaykum assalom. Murodbek Siddiqov. Assalomu alaykum pochcha. Siddiqov. Мурод. Гнойная хроническая ангина. Эльнара. Керосин найдете? Керосин, авиационный керосин. Этом горе обработку сделаете или найдите очень хорошие средства. Это гвоздики. Знаете, что это? Гвоздика. Маленький-маленький. Прокипятить 1 столовую ложку на 200 грамм кипятить. И полоскание горла делаете. Хорошо? Pielonefritga ham davo choralarini ayting. Aytib o'tganman, Rusxan telefon nomerlari ham qo'yganman. Pochishini ichib yuring pielonefritga. Quloq shing'illashi sabablari juda ham ko'pda. Поликистоз лечение чистотелом. Чистотел. Chaqaloqlarga yuta. Necha oylik karamni bargini yopishtiring, asal surtib. Maftuna buni ham aytib o'tganman. Karamni bariga asalni surtib, o'pka qismiga, ko'krak qismiga qo'yib, o'rab tashlang 1-2-3 soatga. Terlasin bir. Helba yaxshi narsa. Simichga ildiz topa olmayapman. Telefon nomerlar qoldirganman, topa olmayotgan bo'lsangiz. Kim simichkani ildizini topa olmasa videoda nimani qoldirganman? Telefon nomeri. Aseptichskiy nekroz, bo'g'in hammasiga aytganman, hammasiga. Tak, pastga tushdim xullas. Kattalarga albatta qilsa bo'ladi karamni. Albatta bo'ladi. Kattalar kechqurun yopishtirib, ertalabgacha teginmasin. Mening savolimga javob bermadingiz. Bilmayman nima savol berdingiz. O'pka shamollashiga uy sharoitida boyagi propolis bor-ku, propolis sizlarga ko'rsatay nimaligini. Xudoya. Propolis. Asalarini, propolis nimaligini bilmaydiganlar. Asalari uyasini, masalan, og'zini bekitadi asalari. Mana shunday narsa, oddiygina. Tushundingizmi? Oddiygina narsa. Asalari keyin uyalarini bor-ku, uyalarini chetlariga, ramkani chetlariga turadi mana shunday. Qirib olinadi. Siz pidaraz ekan. Menga nega javob bermaysiz? Jogingizga o'tish. Xurshida. Joni sog' bo'lsin, mayli, pidaraz ekanmiz, mayli, joni sog' bo'lsin. O'zingiz ayol kishi pidaraz deyapti. O'pka shamollashiga. To'g'rimi ya? Battar bo'ling, o'lib keting, Xurshida, tushundingizmi? Pidaraz bo'lsak. Battar, voy javob bermayman sizga. Qinni toraytirish, tikib taylang. Ikki chetida igna bilan tiking, tepasidan pastdan torgina bo'lib qoladi. Soqolingizga bitchisin. Tushmaydi bit, g'am yemang. Tavba qildim. Surxondaryodan salom. Salomat bo'lsin. Qahramon aka, tashxis ham qo'yasizmi? Doktorlar tashxis qo'ya olmayapti. Abubakar Ismoilov. Endi qo'ldan kelgancha. Uning uchun uchrashishingiz kerak.
Siz bilan gaplashishga nomer bering. Yo'q, telefonda umuman gaplashmayman. Ko'pchilikka problema. Temirratga chiqdi. Jamshid temirratga chiqqan bo'lsa, ichingiz qotmayotgan bo'lsa, birinchi navbatda gijayizni ana qiling, parazitlarga. Qurtingiz bordir. Birinchi navbatga temiratning ustiga chisnoq surting yoki piyoz surting yoki isiriqni qaynatib isiriqqa vanna qiling. Xo'p, teng. Tushundingizmi? Siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Bilmadim, birodar. Muammo, men telefon ko'tarmayman. Ko'z tomirini qurishiga nima qilsak bo'ladi? Rossiyada achanka degan giyoh bor. Achanka. Ana shu yaxshi foyda beradi. Tushundingizmi? Yoki piyozni sokini tomizib bering. Piyozni sokini. Tushundingizmi? Ko'z tomirini qurishiga yoki achankadan topib kelasiz. Gaymarit videosini qo'ying. Qo'ymayman. Normalniy gapiring, ey uyat. Xo'p, normalniy gapiring, sevinglar. Tak, gaymaritni qizil lavlagini bor-ku, qizil lavlagini xom holatda shunday qirg'ichdan o'tkazasizda, suvni tomizib berasiz gaymaritga. Zo'r yordam beradi. Ham bolachalarda adenoidiga zo'r foyda beradi. Bolachalarning adenoidiga. Andijondan salom, va alaykum assalom. Siydik yo'li shamollashiga. Boyagiday aytganimday listiya beryozi. Hozir esimga borida, siydik yo'li yoki shipovnik ichinglar, baraka topkurlar. Shipovnik, Dilshod. Tushundingizmi? O'lib qolay dedim kulgidan. Yo'q, kulmanglar. Varikozga davosi bor. Varikozga imkona, varikozga yablishni uksus bor-ku. Yablishni uksusi ana do'konlardan oling. Yablishni, ana shuni rasteriniya qilib yuring, baraka topkun. Tushundingizmi? Buxorodan salom, va alaykum assalom. Sarkedozga nima? O'ylab ko'rishim kerak, sarkedozga. Aka Buxoroliklar, va alaykum assalom. Jigar quryapti, yordam bering. Keling, yordam beramiz, Nurbek. Keling. Yoki telefon qo'ygan jigar masalasida qo'ygan telefon nomerlaringizga telefon qiling, sizga mana bunday pachkalik dori berishadi. Sizni men hozir nimadaman? Hozir men Chimkentdaman. Siz bilan hech kim o'lmayapti. Ularni aytganingiz kelsin, Abror. Xotirani kuchaytirishga nima qilsa, kundur yelimi, keyin sariq xalila foyda beradi. Hali sariq xalila haqida hali video qo'yganim yo'q. Men o'sha narsani topib, isbot dalilini qilay. Ibn Sinoning kitobida xalila haqida juda ham ko'p. Ya'niki желтые mirabalani, черные mirabalani haqida ko'p narsa yozilganda, ham oq dog'larga ham zo'r foyda beradi. O'shani Xudo xohlasa men ko'rayin, o'sha narsani ko'rsatib qilmasam, keyin yaramaslar narxini ham ko'tarib taylashi mumkin-da, imijimida aytishim mumkin-da uni. Abro, bratan. Andijondan salom. Va alaykum assalom. Tak, o'g'aynim gepatit C bilan lecheniya maslahat berasiz. Gepatit C ga eng oson narsa-ku. Videolarga nomerlar qo'yganman. Hech narsa emas gepatit C. Sabzini ana uni oshqoqni sokini ham ichib yursin, Xudo xohlasa. Argonni qayerdan olamiz, aytib o'ring. Baraka toping, shuncha telefon nomer yozyapman. Nimalar ko'rmaysizlarmi? 78lik kod bilan 113 0803 ga telefon qilinglar, tamom. Yatirishni qayerdan topsak bo'ladi? Problema to'g'risi. Yatirishni topish. Chunki u olmayapman. Kimdir semir olmayapti. Tak, 2 marta operatsiya bo'lganman, bilmayman. Qizil kitobga kiritilgan yatirishning, birodar. Meni yozganim ko'rmayapsizmi? Yo'q, ko'rmayapman. Apam Parkinson degan biroq qo'li butuq kaltrabayt, belim og'ri deydi, azir jakshi basa olmay atat shunga. Siz bir uchrashing, siz Qozog'istonlik bo'lsangiz, opayingiz Parkinson bo'lsa, bitta uchrashing, bizlar hozir sayramdamiz. Toshkentda Argonni qayerdan olsak bo'ladi? Alloh. 78lik kod bilan 113 0803 shunga telefon qilinglar. Tak, aka Prolejni 9 yildan beri butboy jo'qshi bo'lur. Siz uchrashing Marat Matkiyev, sizga Baligolov, masla Baligolova beramiz. Tushundingizmi? Zo'r yordam beradi. Xo'p, teng. Yoki tuxumda sarig'i bor-ku. Bugun ochilib ketsin. Rahmat. Burnim yaxshi bo'lyapti, sekin-sekin. Tak, ana
ovozni yo'g'on qilishga bir narsa. Nima qilasiz ovozni yo'g'on qilib? Mana ham ovozim ingichka. Ko'pchiliklar negativlar. Sen xotin xalashsan deydi, xotin mijozsan deydi, xezalakka o'xshama deydi. Afsus, yonimga kelib aytmaysiz-da. Onasini emdirib yuborardim. Zaybal nahi. Bo'pti, zaybal nahi bo'lsa, zablikkanovat. Zayballar chiqib ketinglar, iltimos. Xudo bergan ovoz nima qilasiz o'ziga o'zgartirib? Eroziya. Qayerda eroziya? Birodarlar, hozir efirni o'chirib tashlayman. Tushundilaringizmi? Agar savolimga javob bermayapsiz 100 marta menga yozmanglar unday narsalarni. O'chirib tashlayman efirda, kerak emas menga. Вообще o'qimayman. Onang xezalik. Abdumalik. Yo, dadang xezalik sani. Hozir kim agar yana yozsa, 100 marta yozdim, u blokirovat qilaman. Uje ogohlantiryapman sizlarni. Men sizlarni ogohlantiryapman. O'qimayapsiz, 100 marta yozdim deganda blokirovat qilaman, aytib qo'yay, ogohlantirdim. Argonni kalsiy bilan ichish shart emas. Желудка эрозия. Облепиховое масло. Облепиховое масло. Zo'r yordam beradi. Yoki подорожник. Yoki 4-darajali kar. Karlarga video qo'yganman. Ko'ring. Qo'limdan kelgan kitoblarda borini aytganman. Hamma assalomu yaxshi Parkinsonizmga davo ayting. Aytganman, Parkinsonizmga video qilganman. Davleniyani anavsi ko'p, juda ham ko'p davleniya. Ichingiz qotsa davleniya bo'ladi, osteoxondroz bo'lsa davleniya, qon quyuqlasa davleniyangiz oshadi. Bilmayman-ku hozir birodarlar. Birinchi navbatda hijoma davleniyangiz bo'lsa hech zararsiz. Mioma bor, argon yo'q, mumkin emas. Umurtqa grijasiga nima foyda bor? Kastapraf argon iching yoki chuvalchang terib yeng. Oyoq terlashiga kvassi, ya'ni achchiq toshni nima qiling? Achchiq tosh yoki ana bor-ku, eman daraxtini po'stloq qaynatib o'shangan. Oyog'im ishyapti, suv bo'ylaydi. Buyrakdan tekshirtiring. Ana vodyankaga aytganman, video qilganman. Sutga nimani qaynatib iching deb, damlab iching deb. Petrushkani. O'g'rilarga video qilganman. Что можно мазать при чесотке? При чесотке есть такой рецепт. Сейчас на русском языке как это называется? Купорос. Oltin ana nima edi? Yo'q, oltin gugurt. На русском языке не знаю, не помню. Oltin gugurt. Не помню, честно. Assalomu alaykum, assalom. Yo'q, Assalomu alaykum, assalom. Allah razı bo'lsin. Rahmat, brat. Marat. Nimasini berasiz? Hamma narsa yaxshi, analizangiz zo'r. Shunga siz ham assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Homiladorlikka nima tavsiya berasiz? Homiladormisiz yoki homilador emasmisiz? Sera, sera. Rahmat. Yo, sulfit emas, sera. Mashchi seru. 6 oylikka ichira olmaysiz piyoz sokini. Menimcha icha olmasa kerak, lekin zo'r. Nutfaga nima deysiz? Bir narsa deya olmayman nutfaga.
Poliartritga argonni necha oy ichiladi? Imkon qadar yaxshi bo'lguncha, oxiri 8 oygacha. Chunki poliartrit ana unda meditsinada davosi yo'q-ku. Kunduzgi uyquni qanday davolasa bo'ladi uyquchanligini? Narziqulov, baquvvat bo'lishingiz kerak-da. Siz qora sedana bilan ana uni yeb yuring, qora sedana bilan asal aralashtirib, baquvvat bo'ladi. При бурсите коленного сустава что нужно принимать? Нуриль, если есть по финансовые средства, купите аргон. Если нет, в домашних условиях кушайте дождевых червей. Вес olishga video qilganman al-iman. Xo'p, teng. Birinchi navbatda ana undan qutuling, parazitlardan. Birinchi navbatda. Undan keyin anjir, anavi gretskiy orix, o'sha, undan keyin zaytun yog' qo'shib smes qilib o'shani yeb yuring, zo'r semirtiradi. Ko'k yo'tal 4 oyli bolaga, chesnokni sutga qaynattirib ichiring. Tushundingizmi? 4 oylik bolaga shunday qiling. Ko'k yo'talga. Chesnokni maydalangda 200 gram bir boshda. Maydalangda 200 gram sutga yaxshilab qaynating. Keyin qo'shilab bering. Kechasi bo'lsa, burnini oldiga chesnokni bog'lab qo'ying. O'sha chesnokni hidlasin. Tushundingizmi? Osteoxondrozga video qilganman. Korni подсолнуха. Qo'l qaltirashiga, oddiy bola. Qo'l qaltirashiga. Kelsangiz yordam beraman. Tak. Gemoroyga shishkalar chiqib qolgan. Ichkaridan chiqib qolganmi? Bepushlarga davo etgandingiz. Bepushlarga ko'p narsa aytuvdim-da. Men Chimkentdaman hozir. Men hozir Chimkentdan gemoroy tashqi gemoroy bo'lsa, pishvoy soda qilib vanna qiling, bir osh qoshiqini 1 litrga solib, iliqqina qilib. Tushundingizmi? Prostatitka, shivit, masalan, eng oddiylarini aytaman. Shivitning urug'i bor-ku, 200 gramga qaynoq suvga damlab turib, 1 soat, 2 soatdan keyin kun davomida ichib turinglar. Zo'r machigoni ham protivovоспалительный. Qolgan narsalarda ham hammasini aytganman anavilarga. Videolarda prostatitka. Hozir yana bir narsa qilmoqchimiz. Hozir 20 kunda rahmat aytishdi. 20 kunda, ya'niki anonga prostatitka, yosh kattalarga ham. Kupena, kornyo kupena. 20 kunga prostata. Agar shu yerda bo'lsangiz, Chimkentda bo'lsangiz, nimamiz bor? Vandam dorimiz bor. Tushundingizmi? Jigar qurishiga davo bormi? Eng oddiy. Eng oddiymi? Keling berib boraman. Qancha kun bo'ladi? Chimkentda 5 kun bo'laman, ko'p emas. Ketaman keyin. Almataga ketaman. Parazitlarga video qilganman. Revmatoidni poliartritga yo argon, yo chuvalchang. Kordagi kim? Kordagi kim ekan? Insult, infarkt. Bo'g'inlar oyoq shishib ketaveradi. Machagonni dori ta'sir qilmayapti, oyoq shishib ketgan. Keling yordam beraman. Assalomu alaykum assalom. G'aybullayev, qalaysiz? Zo'rmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Shurik. Buxoro tinchmi? Akaginam, sizga ish tushdi, sizga tegmoqchiman-da. Keling, mayli, qayerdan ekanligingizni ayting, o'sha yerga filial ochamiz. 4-xotinim bilasiz.
Hozir Buxoroda bor, Toshkentda bor, Surxondaryoda bor. Qayerdaligingizni ayting. Mayli. Beva bo'lsangiz olaman, beva. Agar bironta sherigim ham bor bitta lekin. Так. 1000 раз пишу. Порог сердца от ревматизма. Исабекова. Вы откуда? И если вы из Казахстана, придите, дам бесплатный рецепт. Хорошо? Argon qancha? Argon 2 oyligi 750 ming, 4 oyligi 1 million 300. 4 oyligi. Tushundingizmi? Abdusamatova, Chuvalchan Qozibeng, Buxoroga qachon? Bachkanalarni o'qiysiz. Hozir blokirat qilaman hozir. Begzo, Behruzbek, tushundingizmi? Hozir blokirat qilib tashlayman. Siz ishingiz bo'lmasin, kimda o'qiyman, o'qimayman. Iltimos. Biz Toshkentdamiz. Toshkentda. Bu onamni bosh qattiq aynan Astaxanda rozi bordir. Jizzax. Chim, qayerdansiz? Sayramdaman. Yaraysizmi? Xudoga shukr, yaraymiz. G'am yemang. Yatirishligim bor-ku, ko'rdingiz-ku, bankaga olib qo'yibman. Bekorga bermayman dedimmi? Yatirishligim bor. Undan ham ko'p narsa bor. Атрофия. Что атрофия? Акрамова Доно. Атрофия чего? Вы это скажите. Атрофия годово. Атрофия мышц, атрофия мышц бор. Qayer atrofiya? Xafa bo'lmang, kibrlanib ketsiz. Xafa bo'ldim. Sizni blokirat qilyapman, agar menda kibr bo'lsa. Menga negativlar kerak emas, birodarlar. 2 kishini blokirat qildim. Suyelga qarshi chesnokni suyib Oybekjon, siz menga WhatsAppdan ham yozgan ekansiz. Hojonalar qachon keladi? Hojonalar bilasizmi? Ketgan kunim eslar, ish qilib yana bir 6-7 kundan keyin, xudo xolasa, balkim 8 kunlardan keyin qaytadi. Hamma videolarimda bor. Sizlar qayta yozyapsizlar. Qayerda tug'ilgansiz? Termizdan, Surxondaryo Termizdan. Qirg'izistondan salom. Daralarni dastavka qilib jitga olasizmi? Qilamiz. Nima kerak? Siz meni ustozimni nomerini yozib qo'ying. Menga telefon nomeri ko'tarmayman. Ustozim nomeri Argon tangada qancha turadi? Argon tangada Toshkentda o'zida 30 ming, Qozog'istonda o'zida 40 ming. Chunki chegaradan olib o'tish xizmatlari ham bor. Qozog'istonda 40 ming tenge, O'zbekistonda 30 ming tenge. Tushundingiz-a? Oshqozon osti bezi shamollashgan. Bu degani oshqozon osti bezi, это pankreatit, ya'ni uyqu bezi. Propolis aytgan mana, propolis вообще zo'r yordam beradi. Qaniki bu ham aytdim mana propolisda. Mana hozir Qozog'istonga kelgandim, bitta jigar sirroz bo'lgan, bitta asalarichi yaxshi bo'lyapti. Jigar sirrozdan propolis keltirib berdi. Rosa xursandman. Mana shuni endi o'zim xudo xohlasa ana uni maslaga tayyorlayman. Mana uni ichiga sariyog'ni ichiga eritib tayyorlayman. Mana shunday tuberkuloz, o'pka baqirtiradi hammasini. O'qimayapsiz. 6-sinf o'g'limda oq dog'lari qurti borlarga o'xshab. Baraka toping, qurtini to'king. Turkiya, assalomu alaykum. Jinsiy quvvat oshiruvchi o'tlar va mahsulotlar. 100 marta aytganman uni, birodarlar. Ekzemaga davolaydi. Ekzemaga tuxumni sarig'ini bor-ku, o'shani kuydirib sarig'ini ana qiling. Ekzemaga ham ko'p video qilganman. Bulat ko'ka, brat, как вы, нормально?
Eroziyaga. Agar ayollarda eroziya bo'lsa, oblipixa masalan tampon qilib yotsin. 4-bu nima narsa? Mening qaltim baylanishaman. O'g'lim sariq kasal bo'lib qoldi. Tezroq yuvadi. Besmertnik ichiring, Akramova, Nigora. Besmertnik. O't xaltada zarda. Unga ham besmertnik. 3 yoshli boram siyib qo'yadi, ne istasam. Endi 3 yashar-ku. Shuning uchun pampers to'qmanglar, birodarlar, mana 1,5 ming odam o'tiribdi-ku. Imkon qadar pampers, kunduz kun mayli qayerdadir pampers ishlatinglar, kechasi pampers to'qmanglar. Tushundingizmi? Bolani o'rgatinglar siyishga. Masalan, meni qizim hozir 7 oylik bo'ldi qizim. Beshikka ham siymaydi, bor-ku. Qachonki yechib to'sgandan keyin siyadi. Ana shuni o'rgatilyapti. Pampers yomon narsa bu. Davleniya tushib ketyapti. Davleniya tushib ketayotgan bo'lsa, bedanan tuxumni bosing. Kron, bolezin kron. Og'izdan hid kelyapti, qanday? Bolezin krona. Gaplashish kerak ekan siz bilan. Bolezin krona. Parkinson uchun nima? Bolezin krona. Orqa ko'tan atrofida ana chirishi. Oti nima edi? Yo'g'inichak chirishi. 88 marta yozdim. Sizni hozir blokirovat qilaman, birodar. Yozmang unday gaplarni. 100 marta yozsangiz ham. Gaymaritga aytdim, qizil lavlagini sokini tomizinglar. Katarakdaga piyozni sokini tomizinglar. Qon quyilib ketgan. Hijoma qildiring yoki chesnok yeng bosib. Bo'ldi. Shokir, assalomu alaykum. Ay chiqib ketdi. Ana nima qilaman, bo'ldi. Efirni yakunlaymiz, birodarlar. Salomat bo'lingizlar.